Mening ismim Adam. Etner padşahlığının şahzadesi. Bu yerdə Sırlıq Qaliskar qalası var. Bu yolvas mening eng yaxshi dostum. Mende sırlıq güç-quvvat var. Lazım bo'lganda şemşirimni chiqirib qattiq to'layman. Bana güç-quvvat ato qildi! Bu çağda yolvas eriş yollusuga aylanadi. Men Xiymanga, alemdeki en kudretlik adamga aylanıman. Mening o'zgarish sirimni do'stim Shadutberi so'zsiz. Yasao, Denki va Olko 3 kishini biladi. Biz birlikda razillik manbai Ilantar qalasini kelgan olvaslar bilan kurash qilamiz. Adam ne ketdi? Bu hazırlık yılıdı hürmetlik alileri. O yakından bu yan hükümet işleri bile bek aldıraş. Ben Amanda Hanım'la hükümet işi bilen diginim yok da. Tiş, alın. Her şey olursa tezirek bol, keçikmeyli yana. Sen gidivergin adam, ben bugün bek yerip kettim. Ondaqda ordudaki belik kavupunu yenmeydiğen buldun da. Belik kavapları. Mening oğlum nemişki daim keçikip kalıdı. Hazır şah alileri. Şimdi ben o hazırla. Alileri, şahzade o. Yaxşı bop qaldın mı her şey olursa? Adam! Dada, apokul men... Boldu. Hikayeni koy. Tegişlik çayını berip dur. Hop alileri. Bu işi heli optan miken adam? Hazır köpçülük kemmisi jığılıp boldu. Başlaylı. Yecif'in padişahlığının elçisi Seyvin soğuk salam ilip sili bilen görüşkilik yaptı. Nemi gep bu yasa ol? Bilmedim, lekin Seyvin degenin çırayı tonuştahli kılıdı. Bir nemi deysel epsiz. Hürmetlik alileri, Yecif'in sadık puhraları özlerinin en yaxşı ustaları yasıgan bu soğunu kabul kılışlarını ümit kılıdı. Ha, o heli yaman emesken. Hürmetlik alileri, kanı öz kolları bilen körüp aksa. Elbette buludu. Bu yaka hep gel. Sıkılı şahın kılıcı, alileri onun tegmisiler. İskilit şah. Bu yakı kel her şey olursa biz adam yok bir cayını tapaylı. Makul. Lendi, bu asıl sana tayarlangan, lekin etmerin erişinin başka malını tapay. Herhalde yasa olmayan putlu kaşan bulmaydıgan boldu. Sen alvasti. Her şey olursa toxta. Bilime, ben kançır aksam şunca yakşı. Bana güç-quvvat ato qıldı! Muhafızatçı onu tut. Endi adını birey. Onu koyuver, İskilit şah. Depçili şıkırdak değil ha. Senin olan bir yer ilişkim yok Heymen.
Bu nefis işlengen heykelini sana hatır kılay. Hayır, hoş. O kaçıp ketdi, o kaçtı. Men uni tutum etdiyla, lekin aldı bilen dadağını qutuldirishning amalini qilayli. Sosyalini tapaylı. Onun kutkuzuş amalı buluş mümkün. Men shundoq o'ylagan alilari. Biz hozir yasovulni darhol Galeskar qal'asiga olib boraylik. O nima uchun tezroq bo'lmaydi? Savrichan bo'ldinglar. Hammamizning yasovulni qutuldig'imiz bor, lekin uning yo'lini tepish uchun vaqt kerakda. Javob bergin, tezroq javob ber. Mening amalim yo'q deylar. Bu kristal afsona qadimiy sehr. Galskar qal'asidan mukona. Onunğa qarshi afsun tepishqa mening haqiqatan kuchim yetmaydi. Undaqda dadani qutuldirishning amali yo'qmi? Bo'shashma deylar. Iskelet shah bu afsonni o'qishni bilgan ekan, uningga qarshi afsonni o'qishni biladi. Uni izlashning hojati yo'q, lekin uning sirini Gelennamir bilish mumkin. U Daksmokdagi eng peshqadam aql parosati hammadan ustun ejderha. Siz ayt, o ejderhani nereden topamiz? Mumkin emas. Dadamning mengu band bo'lib ketishini o'ylamsa, sen bek tosh yurakkansan. Deylar. Uning ko'ngli bek yerim xiyman. Uning degini to'g'ri. Men yordam bersam bo'ladi. Lekin ejderha dövlati ko'p yillardan burun bizning qal'a bilan kelishim tuzgan. Men ularning turishlik joyini hech kimga demaslik uchun qasam ichgan. Agar va'damdan yenib olsam, ular Etnirdan o'ch elish mumkin. Biz cho'qim amal topamiz. Qayerda qiyin masala bo'lsa, shu yerda uni hal qiladigan odam bo'ldi. Men sizlarni yo'lga sep qo'yay, deylar. Sizlar kelgacha dadamning holidan xabar olaman. Rahmat sana, boyaqi so'zlarimni ko'nglingga olma. Hech qisi yo'q. Hozir yo'lga chiqinglar. Safaringlar o'ngishli bo'lsin. Xeyman, bu ordu kitobxonasi. İnsanlar bilimi kitapta boludu. Bu sosrasının bizga bergan beshorati. Qadimiy rivoyatlar bizga yipichini aytib berdi. Biz o'qiylik. Deyla, Bayman Gigant Muzadem bilan Ajdar Shahning yaxshi do'stlarining ikkaligi to'g'risidagi kitobni o'qidim. Bu albatta diqqat e'tiborimizni qo'zg'ish kerak. Yana mi qarab boqaylik. Bu yerda Mustafa aka, shu yerdan Gilan amrini topa olamiz. Uchar kiyimiga o'ltirib tag'lab o'tgandan keyin ondan muzdo'ltiga bora olamiz. Mong'ayli. Safar ko'ngillikmi har şey olursa. Hay, an oyadigan. Bu mudofaa xarakterli rayonga uchar kiyimi kontrolligini yo'qotdi. Bayla! Bayla! Texnikan yomon emaskan. Ha, xeyli masala bor taxay. Bak tez ushlatimiz, biroz chidab turing, biroz. Qaraganda biz qir ejdahaning oldiga piyoda bordigan o'xshaymiz. Bir, ikki, üç. Qar ko'chatida har şey olursa, biz mangayli. Çataquldi xiyma, biz yartı yukib qoldik. Başqa amalimiz yo'q. Ben bilmem. Nigash, avcıyım o. Biz hozir Daksimok yetib boramiz. Bu yeme Xalitga bir ixkivatqanda qildi. Voy, bir jo'ngmuzni yig'gan.
Ahval yaman emas-ku. Hacep yaxshi. Men to'g'lab qolay deb qoldim. Gelen amirning hozir o'choq yanida o'tirib bizni saqlayotganiga ishonchim komil. Taganja, taganlıktan. Gigant odam, ehtiyot qil. Sen etner tilida so'zlay olamsan? Gigant adam etnetil sözleyeleydi, lekin ben sizlerde sözleyeleyim. Biz gelen amir bilan ko'rishmoqchi. Adamla gelen amir bilen görüşemeydi. Fakat gigant adamla gelen amir bilen görüşeleydi. Biz bir ko'rishishimiz kerak. Men boshqa bir amal topdim. Ular o'ymalab chiqib bo'lib, biz bu yerdan ketishimiz kerak. Bu yerning bunchalik issiqligiga ishongim kelmaydi. Bu cho'qim hali ajdaharning o't o'rdisi. Bu Haydar Hanım fırmekmek yaman kahime. Menimcha biz uni chaqirsak bo'ladigandek qiladi. Kelanami? Meni chaqirishga jur'at qilgan kim? Men Xiyman, ulug' ajdahar shoh. Biz bu yerga sendan yordam talab qilib keldik. Xeyr, ben senin ısrarını anlagan. Qaysi rivayette aytilgan? Undaq bo'lsa, Valdir sözlerler. Bu senin ısrarını yaktığanlıkın emas. Fakat anlagan. Aydaha dağıtır kişiler rivayetke anca kızıklaydı. Gilen amir bizga yordam qilgin. Bu kız çaksadı kümü. Benim ruhsatınsiz neymiş ki gel kılıdı, ha? Men deyla, ordu muhafizat ettirdining boshlig'i. Nimani xohlasam shuni deyman. Ben seni alvasılarda öltüge pürvetkenliğin aksakallık kığınığını bir gören. biz sen bilan urushmaymiz. Agar urushsaqni so'zimizga quloq soladigan bo'lsang, urushaylik. Gelen namır ezdadın insanlar bile uruşkan emas. Men qutulishga amalsiz qoldim-ku. Valdir. Yüreklik gelse bu insanlardan nahayta az görülüdü. Hazır nimi demekçi bu kınağını anlap bakar. Do'stim Yasavol bir xil qabih sehr bilan kristal haykalga aylantirib qo'yildi. Men sening bu sehrni qaytara oladiganligini anglagandim. Mümkün. Ve İtnir boyunca en akıllık adam emas mı? Ve insanlar dünya külüştün burun yokulup ketken sihirlerini bilmeymen mi ha? Sehrni qaytara oladigan senda. Elbette. Bu kona Allah güçlük sihir. Lekin ben bir adam için evar buluştu halımayma. Ben adamlar bilen münasebet kılmıgıl neçe yıl oldu. Bence ula tekebbür, açgöz, uruşkak, samimiyet sezem intayın kalbi. Burun ula men dünyadan talep kılattı. Lekin ulağı yardan kıkandın ki hiç kasıvan karıvedi. Rahmeti mi yok? Senin uladın ne bakın var? Ha? Agar sen so'g'at qishansang undaqda aytqin. Ha, bir narsa var. Qandoq narsa? O unutulgan ormanın o'ttirsiz bir samadarığı var. O ittirvaç en kadimi darık. Şundakla dünyada minadi yiyişçon bir narsa. Onu kesip girip mansoq qılsam ve onu kalısam koşulamsa. U chaqda sen Yasavolni qutqizamsan? Ve o'ylanib bakar. Qo'shildim. Sizlar qaytganlarchi bo'lganda ismimni chaqiringlar, lekin esinglarda bo'lsin. Bir ajdaho shaqilari qilgan ekansizlar. So'g'at ilib kelamisanlar, sizlarni alvasizlarda o'tiga ofirib qo'yman. Menga kelamaysizlar. Bu yer unutilgan o'rmon kanda. Bak go'zalka. Lekin samodarxi nada? Sizlar samodarxini izlab nima qilsizlar? Sen bu yoqqa chiqqin. Biz sana ziyon yetkazmaymiz. Chiqsang chiqaverman. Agar ziyon yetkazmoqchi bo'lsanglar, aytib qo'yayki, niyatinglardan yonig'inglar yaxshi. Yo'lga solni nera qil.
Biz çataqtırışni xalamaymiz. Shundaqmi? Jim tur Ershoğlu'si. Sen kim? Sen zat neymiş kılıdı adı? O, yaxshi palvon, Umar xonim. Mening ismim Tilamo. Men o'rmonga qarg'uchi. O'rmonga qarg'uchi? Shundaq, biz 10 tilg'at o'rmonga qarashqa mas'ul. Bizga Samo daraxining nada ekanligini aytib bergin. Çataq yo'q. Beshig'ini ko'tarsanglar ko'rasan. Rahmet. Biz mangaylı. To'xtanglar. Sizlar Samo darxini izlashning sababini aytib bermidinglar-ku? Senin bilişinin acıtı yok. Ay bichorlar, sizlar qocholmaysizlar. Sizlar qocholmaysizlar. Alomo, ularni qo'lla. Samo derhi. Siz bol xiymat. To'xtash. Ulan tutullar. Sizlarning nasibasidu. Mokla. Xiymat daraxt qara. Yaqinroq. To'xta, bu yerda nemish bo'ldi? Sizni avor qildim. Apu qilib, kechiring. Bu ablaqlar sizga ziyon yetkazmoqchi. Bildingizmi? Bu rasma. İhtimal şundaqdı. Nima uchun? Bizning sizni ziyon yetkazgimiz yo'q, lekin dadam xatar ichida qoldi. Agar biz sizni Gilan Namirga sovg'a qilmasak, u Apsunni qaytarish usulini aytib bermaydi. Dadamni Apsun bilan kristal haykalga aylantirib qo'ygan. Gilan Namir, u qeri ajdaho texcha manga qasd qilib o'tibdimi? Şundaq. Eğer sizni onunla soğuk kılmasak, Yasavul hayatından ayrılıp kalıdı. Yasavu, o sening dadang bo'lamdi. Shundaq, siz uni tanimsiz? Men bu ismni bilaman. Etnerning uzun yillik tarixida Yasavul boshdan oxir yaxshi ish qilib keldi. Vaqtini unutib qoldim. Bir qatam Yasavul o'rmonni o't alvostilaridan qutqizib oldi. Men uningga qarzda. Bizga yordam berelemsiz. Men bu yerda turg'ili uzun bo'ldi. Men texi urug' chig'imdili bu o'rmonliq boy edi. Men yeshillik va mevalik jini. Men o'rlishim mumkin. Lekin men har bir daraxt shexida hayot. Qilicinglarni elinglar, etnerliklar. Tez berib do'stinglarni qutqizinglar. Rahmat sizga. Siz basınız bo'lmaydi. Parmak bu yer siz bo'lmasangiz bo'lmaydi. Balkim burunqidek bo'lmasligi mumkin. Mening daraxt bolalarimga yaxshi qara. Do'stim Tilamo. Deyla, bunda qilsak bo'lmaydi. Lekin dadamni qanday qilamiz? Eğer o bu yerda bo'lsa, bizga o'xshash hissiyatda bo'ladi, qo'shilamsa. Ko'p yaxshi bo'ldi. Bak xo'jalman. Rahmat sizlarga. Bak afsuslanaman. Bo'ldimi? Gilanami! Mening sog'am qani. Bunu ekilemedik. Lekin sen men va'da qilgan. Meyli Samo daraxti bo'lsin yoki boshqa daraxtlar bo'lsin, hammasi sana, manga va Yasavulga o'xshash yashashi kerak. Biz bir jonni qutqizimiz deb yana bir jonga ziyon solsak bo'lmaydi. Boshqa sovg'a tanlag'in yoki bizni Allohlar davlatiga olib ber. Men o'ynab qilishga huquqli. To'g'rimi? To'g'ri, shundaq. Aql, farosat, kuyinish va sharaflik almashtirish. Kim bu insonlarni bir necha ming yil ichida bundoq zo'r ilgirladi deb o'ylasin? Men bu sovg'ani qabul qilishim kerak. Deyman. Bu kitobdagi benim do'stimni qutqizishimga yordam berdi. Rahmat sana Gilan Namir. Rahmat sana. Mening uyqumga daxli yetkazmasanglar, menga rahmat aytgan bo'lasizlar. Xayri xo'sh. Xayri xo'sh.
Meyli qandaqlı bo'lmasin, Ximenning qig'in to'g'ri o'pdi. O mening o'rnimda yasavul bo'lgan bo'lsam shunday qiladi deydi. To'g'rimi dada? Ejdihar Shohning ish bejirish usuli pek g'alati ekan. Men shunday qarayman. Tushunishing kerak. Eliqi Gilan Amirni pekmi ko'rgim kelyapti. Qanday qaraysa arsh yo'lisi. Bizmi bir ajdod tutib kelyaptik ya. Men bormayman. Qaraganda arsh yo'lisining bir tanlig'ini badaq qiladi. Bugun Xiyman bir tut daraxtni kesmaslikni qaror qildi. Hozir atrofingizga daraxtlar samo darxiga o'xshash so'zlayolmaydi. Agar so'zlayolsimi, biz anglayolmaymiz. Shundaq. Dal daraxtning jini bor. Agar siz dal daraxtni asrashni bilsangiz, barliq hayotlikni asrashni bilasiz. Hayotlik bir xil go'zal va qimmatli sovg'a. Uningdan huzurlanish va uni qadrlashni o'rganish kerak. Faqat shundaq qilganda ondan ko'ngilli yashag'il bo'ladi. Xayr, xo'sh.